Endilikda ishsiz bo'lgan aliment to'lovchilar yanada ko'proq aliment to'lashga to'g'ri keladi. Kuni kecha Milliy statistika qo'mitasi tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2026-yil 27-aprel kungi holatiga O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqi miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 17,5% ga oshib, demak 6,825,900 so'mni tashkil qildi. Ana endi bu miqdorni ishsiz bo'lgan aliment to'lovchilarga qanday aloqasi bor degan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, hamda huquqiy asos sifatida aytishimiz mumkinki, Oila kodeksining 140-moddasida agar aliment to'lovchi shaxs ishsiz bo'lsa, undan undirilayotgan aliment miqdori O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqi miqdoridan kelib chiqib aniqlanadi deb belgilangan. Ya'niki ishsiz bo'lgan aliment to'lovchi ana shu O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqini, ya'ni 6,825,900 so'mni har oyda topyapti deb baholanadi va ana shu summadan kelib chiqib, hamda Oila kodeksining 99-moddasi ham bor bizda. Ana shu 99-moddasida nima deyilgan? Bu yerda undirilayotgan aliment miqdori aliment to'lovchining ish haqi va boshqa daromadlarini bir nafar bola uchun 4dan 1, 2 nafar bola uchun 3dan 1, 3 va undan ortiq nafar farzand uchun demak yarmi miqdorda undiriladi belgilangan. Ana shu 99-moddani normasi ham bu demak hozir biz gapirayotgan masalaga qo'shilib umumiy ma'lumot yaratadigan bo'lsak, demak kelayotgan may oyidan boshlab ishsiz bo'lgan aliment to'lovchi bir nafar farzandiga demak 1,706,000 so'm, 2 nafar farzandiga 2,275,000 so'm, 3 va undan ortiq nafar farzandi uchun 3,412,000 so'm miqdorida aliment to'lashga to'g'ri keladi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tishimiz kerak, agar mana shunday tartibda aliment hisoblanishi, ya'ni alimentni O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqiga qaratilishi aliment to'lovchining manfaatlariga zid bo'lsa, ya'ni manfaatlariga zarar keltirsa, uni to'lov qobiliyati bo'lmasa-yu, mana shu tartibda undan aliment undirilayotgan bo'lsa, mana shu shaxs sudga da'vo ariza kiritib, mana shunday tartibda hisoblanayotgan aliment miqdorini kamaytirilishini suddan talab qilishi mumkin va sud tomonidan bu miqdor kamaytirilishi ham mumkin.